Diqqat qiling, tezkor va shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 24-oktyabrdan 27-oktyabr kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qiladi. Ushbu kunlari respublikamizning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar 24-25 oktyabr kunlari kechalari 10-15 daraja iliq, kunduz kunlari 23-28 daraja atrofida bo'ladi. 26-27 oktyabr kunlari esa kechalari 10-15 daraja iliq, kunduz kunlari 21-26 darajani tashkil etadi. Ushbu kunlari respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida ham havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi, faqatgina Toshkent viloyati ba'zi joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Baland tog'li hududlarda qorga aylanishi mumkin. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 5-10 daraja iliq, kunduz kunlari 18-23 darajani tashkil etadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringizga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.